İkinci taklifing nima dedi? İkincisi an-nizal. Men bilan urush dedi. Shunda Amr hayron bo'ldi. Men biron kishi mendan qo'rqmasdan meni urushga chorlaguncha yashayman deb o'ylamagandim dedi. Aytdi-ku, uni ismini eshitib qochib ketardi jang maydonida. Odamlar, bu yosh bola chiqib turib urush men bilan dedi. Amr otidan tushdi-da, qilich bilan urdi, otini o'ldirdi. Chunki hamiyat, g'urur, bu piyoda tursa bu otda turishini o'ziga or deb bildi. Ey birodarimning o'g'li, ortingga qayt. Men seni o'ldirishingni xohlamayman. Ali aytdi, ammo men vallohi seni o'ldirishingni xohlayman dedi. Mana endi jang boshlandi. Ali roziyallohu anhu qatnashgan 3-jang bor yo'q. Badr, Uhud. Endi Amr ibn Vudning 5-jangi bu. 50 yil, 60 yillik tajribasi bor. Ali roziyallohu anhu ga ko'tarib turib qattiq zarba berdi qilishi bilan Alining qo'lidagi qalqoni yorilib ketdi va yumalab ketdi bir necha marta. Turdida Amr ibn Vudning atrofida Ali aylanishni boshladi. Shunday bir qattiq jang bo'ldi, qilinayotgan harakatlar, berilayotgan zarbalardan chang ko'tarildi. 1 soat yaqin yerda jang qildi, changda orasida nima bo'layotganligi ko'rilmas edi. Musulmonlar ham, mushrik ham ikkala taraf bu ajib muborazani nima bilan yakun topishini kutib, asablari tarang bo'lib turdi. Hech kim hech narsani ko'rmayapti. Shu vaqt chang orasidan Allohu akbar takbir eshitildi. Payg'ambarimiz Allohu akbar dedi, musulmonlar takbir aytdi, changning ichidan Ali roziyallohu anhu g'olib holda chiqib kelardi. Ali roziyallohu anhu Amr ibn Vudni yer tishlatgan edi. Qarang, Amr ibn Vud bilan birga o'tganlar Amrni o'ldirilganini ko'rgandan keyin Xandaqdan orqaga qarab qochib olishdi, endi sakrab o'tib ketishdi o'zi tomonga. Ulardan ayrimlar o'tib ketishga ulgurdi, ammo Zubayr ibn al-Avvom roziyallohu anhu ana shu mushriklardan bittasini quvib yetdi-da, sakrayotgan payti oti bilan Xandaqdan yelkasiga qilich bilan urdi. Zarbani qattiqligidan qilich ikkiga bo'lib tashadi, egarga kelib to'xtadi. Ot o'tib ketdi, bu mushrik ikkiga bo'linib Xandaqqa tushdi. Buxoriydan keltiriladi, Abdulloh ibn Zubayr aytadi. Otam Xandaq kunida Nafal ibn Muaviyani qilich bilan ikkiga bo'lib tashlaganini ko'rdim dedi. Shundan keyin hech kim Xandaqdan o'tishlikka jur'at qilmadi. Mushriklar payg'ambarimizga odam jo'natib, ana shu ikkala kishining jussasi uchun 10 ming kumush beramiz deydi. Chunki bu ikkalasining hurmati haqiqatan baland edi, 10 ming berishlikka tayyor o'ligiga. Payg'ambarimiz och bo'lsa ham, payg'ambarimiz usti yupun bo'lsa ham, Rasululloh kambag'al bo'lsa ham, nahnu qawmun la na'kulu thamanal mauta. Biz o'liklarning pulini yeydigan qavm emasmiz dedi-da, ruxsat berishni olib ketishdi. Mana shu muborazadan keyin Arabiston yarim orolida kimdir Ali haqida gapirmoqchi bo'lsa, Ali deb gapirishmas edi. Amr ibn Vudni o'ldirgan kishi deb gapirishardi. Avval odamlar Amr ibn Vudni atini eshitib qo'rqsa, endi Alini eshitib jang maydonida qo'rqishadigan bo'lib qoldi.